أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli arkadaşlar, biz bugün Ali İmran Suresi'ninki 31. ayetiga keldik. İlgirki ayette Allah Subhanahu ve Taala haqqidagi mazmunlar, Allah'ın bütün mülklerinin egisi ekanligi, xalqan odamga berib, xalq odamdan oladiganligi, xalq odamni aziz, xalq odamni xor qiladiganligi va buningga munosabatlik etrafimizdagi kecha kunduz va boshqa alomat dalil faktlarga munosabatlik Allohning qudrat ifodalari tilga elinib, qiyomat eslatilib, Allah'a bo'lgan tunish cho'nqurlashtirilgandan keyin shunga munosabatli bir şekilde ya'ni Allah'a bo'lgan sevgi, Allah'a bo'lgan ishonchninki aks etadigan, ifoda etadigan tarafi payg'ambar alayhissalatu vassalamga bo'lgan sevgida, shunga ergishishda Rasululloh kelgan prinsiplarni hayotga tatbiqlashda degan mazmunni ifodalash shaklida Allah Subhanahu ve Taala 31. ayette şunda deydi: "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim." Dan Muhammed aleyhisselam eğer sizlar Allah'ni yaxshi ko'rsanglar, yani Allah'ni tunugan bo'lsanglar, Allah'ni Rabbimiz deb itiraf qilgan bo'lsanglar, Allah'ni ilahimiz deb söyleyen bo'lsanglar, manga ergishinglar. Allah sizlarni shunday suyudi. Sizlarning gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah gunohlarni mag'firat qilguvchi va mehribon, shafqatlidir. Endi biz mazmunga kirishning oldida oyatning beshidagi qul ifodasi endi diqqatimizni tortadi. Biz necha darslarimizda bundan ilgari shu qul ifodasi kelgan o'rinlarda bor so'zlar kelgan. Bir qism qalbida kasal va kishilar mushunga e'tiroz bildirdi. Ya'ni Allah Peygamber Aleyhisselam'a munda de degandan keyin qulni tashlab deb, "Ey Muhammed munda de" degandan keyin "In kuntum tuhibbunallaha" tatib desolmamdi. "Qul huvallohu ahad" dan Allah birdir degandan keyin qulni tashlab deb Allah birdir desolmamdi deydigan shubhalarni aytdi. Gerçi biz ilgirki qul so'zi kelgan oyatlarda bu haqda tafsili so'zlagan bo'lsak, mana qisqacha digimiz keladi. Xulosalab, bu payg'ambar alayhisolatu vasallamningki buyuk omonatdorlik ifodasi. Buni biz amaliy hayotimizni misol elib tushundirgan ilgari darslarda. Rasululloh o'ziga dang deganlar demasdan, shu Allohning dang degan so'zni qo'shib bizga yetkazyapti. Chunki Alloh shunday buyruqli qildi. Bu bir Qur'on sifatida yetkazilyapti bizga. Bu Resulullah'ınki amanetdarlık ifadesi. Biz bu hakta pek köp toxtalmaymiz. Deginimdek ilgiriki derslerimizde şu kul ifadesi kelgen ayetlerde, kul sözü kelgen ayetlerde biz bu hakta tefsili toxtudu. Endi ayetlerin özüge gelsek, eğer sizler Allah'ını yaxşı görsanlar, bana ergişinler Allah sizni yaxşı görüdü degen ayet nimeni ifadaleydi? Tabii ki çoğum bu ayetning bu xil şekilde ifodalanganiga qarag'an vaqtda ortada Allah'ni yaxshi ko'ramiz deb da'vo qilayotgan bir insonlar bor. Allah'ni yaxshi ko'ramiz. Oy biz degan Allah'ning bandalari. Allah bizning xoliqimiz, Allah bizning roziqimiz, Allah bizning Rabbimiz deb da'vo qilayotgan bir insonlar. Lekin amaliyatiga qarasak, Allah'ning rasuli ekegen talimat, teklifatlarga, buyruqlarga amal qilmaydi, ergashmaydi. Xuddi bularning kallasida Allohni suyish, Allohni yaxshi ko'rish ayrim ish, Allohning buyruqini hayotga tatbiqlash ayrim ish. Allah Subhanahu va Taolaning ne'matlarini sanag'ili tegsak, Allah bizni yaratdi, bu bir ne'mat. Hayotga ekep bo'lgandan keyin hayotda yashashimiz uchun zarur keraklik bütün ihtiyaçlarının hemmini bizge teminledi. Bu bir nimet Allah'ın bergen. Hem de muşu hayatta ya undamang, mundamang deydigan hayat meniş yolumuzni körüstüp birip anı qil, mani qimma deganning o'zimi aslında tushunsak,
xuddi bizni yaratganga o'xshash, bizga hayot lozimatliklarini berganga o'xshash bir ne'matdir. Biz shunday bir aqidamiz var. Allah hech kimga ehtiyoji yo'q. Allohning hech qanday odamning hech qanday bir ishni qilishiga ehtiyoji yo'q. Bizni bir ishni qil, bir ishni qilma degan vaqtida Allah bu yerdan bir kichikkina manfaatni o'ziga ehtiyoj yo'q qilib degan emas bu xil takliflar. Buni bizlarga asrash hayotdagi insonning turmushini, dunyodagi insonning hayotini qo'g'dash, tartibini asrash qonuniy deb tushunsak bo'ladi. Valillahil masalul a'la. Allah hech kishiga o'xshamaydi. Biz ijtimoiy nuqtalarni masalani oydinlashtirish uchun insonlar o'tirisidagi ba'zi masalalarni misol qilamiz. Ammo bu Allohningki bu tarafidan insonlar o'xshaydiganligini ifodasi emas. Valillahil masalul a'la va laysa kamislihi shay va huwas samiul basir. Ya'ni Alloh hech narsaga o'xshamaydi. Masalani oydinlashtirish uchun misol qilyapmiz qarindoshlar, buni to'g'ri tushuninglar. Masalan deyli bir zavod o'zi yasagan bir mashina yoki bir uskuna bor deyli. Setuvag'uchi yoki qo'lga olg'uchi o'sha zavoddan bu uskunaning qo'llanmasini talab qiladi. Ya'ni qanday ishlatish, qanday asrash ishlarini zavod taraf qo'llanuvchilarga ta'minlaydi. Ya'ni kichik bir varaqchidan birini har qanday bir olgan uskuna mashina ichiga qo'yadi. Kitobchidan birini. Mashina mancha kilometr mangandan keyin u yana almashtirsa, bu yana almashtirsa, motor yig'ini mancha vaqt almashtirsa, bularning hammasi zavod tarafdan shu mashinani qo'llangan kishiga kelgan bir ta'limot. Uni qil, buni qilma o'xshash bir ta'limot, ha? Buni biz olgan vaqtimizda agar shu bo'lmay qolib qolsa, balki olmaymiz. Qanday ishlataman buni men? Qanday asrayman buni men? Masalan, bu shaklda talab qilamiz. Bu insonlar o'tirisidagi ba'zi bir uskunlardagi ahvol. Hamda inson hayotga avatildi, hayotga keltirildi. İnsan bir murakkab maxluq. Hayotda mangish yo'llarida o'z yashayotgan dunyoning tartibini normal saqlab, insonlar dunyosi tartibli shaklda davom qiladi agar hayotning qonuniyatiga bo'ysunilsa, asralsa, almashtiradigan yerlar almashtirib turilsa, qiliq tegishli ishlar qilinsa, qilmaslikqa tegishli ishlarning qilinishidan oldi elinsa, normal mangishi mumkin. Agar qarshi shaklda manganda, tartibga bo'ysunmaganida, ko'rsatmaga bo'ysunmaganida tartib buzilishi aniq bir ahvol. Mushunga o'xshagan bilan bir masalani biz masalani tushuntirishni da'vatimiz. Ana Alloh subhanahu va taolo bayatda deganimizdek inson yaratdi va zaminda yashash ehtiyojotlarini insonga qamdidi. Bu insonga yetarli emas amaliyotda. Insonning normal menish uchun, bir mashinaning normal yurishib yoki bir uskunaning normal xizmat qilish uchun uning qo'llanmasi kerak bo'lganidek, uni ishlatish bir yo'li bo'lganidek, insonning ma hayotda menish uchun bir insonga bir qo'llanma kerak. Qilishga tegishli ishlarni bilish kerak, qilish kerak. Qilmaslikka tegishli ishlarni bilish kerak, qilmaslik kerak. Mushuni Alloh bizga ta'minlab berdi. Buning o'zi bizni yaratganga o'xshash, bizning hayot ehtiyojimizni qamdiganga o'xshash bir ne'mat amaliyotda. İnsanlar eri keladi bu, eri kilovatı bu. Amaliyotda bu ne'matdi. Bir odamni bir bayavonga akirib tashlab qo'yib chiqish yo'lini deb bermisi bu ziyonkashlik qilgan bo'ladi. Ammo uni chiqish yo'lini deb bersa, masalan, shunday bir ahvol ostida, sen menda sharqqa manchak mangsa, g'arbga manchak mangsa, undan keyin bir xotirjam yashaydigan bir yerga yetib borsa desa, bu bir yaxshilik qilgan bo'ladi normal ahvollarda. Ya'ni shu misol orqali masalani oydinlashtiryapmiz. Ma hayotda Alloh insonni tashlab qo'ymadi. İnsonga chiqish yo'llarini deb berdi. Ana qil, mana qilma dedi. Bularning o'zi hammasi asli insonga nisbatan bir ne'matdi. Banda Allohni tunugan ekan, meni yaratquchi deb. Meni ta'minliguchi butun rizqlar bilan deb tunugan ekan, Allohning bergan ta'limotini, taklifatini, ko'rsatgan yo'lini Allohning menga bergan bir ne'mati qatorida tunish kerak edi asli.
Ve yaxshi ko'rish bu nuqtadan kelish kerak edi Alloh subhanahu va taoloni. In kuntum tuhibbunalloh fattabi'uni degani Allohni yoqib ko'rsanglar, menga ergishinglar degani Rasulullohning menga ergishinglar degani shu Alloh bandani qilishga buyurgan taklifotlarning ifodasi. Allohning deganini qilishing kerakdi. To'sqinni yenishing kerakdi. Bu asl Allohning muhabbatiningki bir aks etadigan tarafi bo'lish kerakdi. Allohni yaxshi ko'ramiz. Ammo Allohni yaxshi ko'rish bilan Allohning bizni yaxshi ko'rishining o'tirdi biroz farqi bor. Sen Allohni Rabbini yaxshi ko'rsa, Xoliqini yaxshi ko'rsa, ammo Alloh seni yaxshi ko'rish uchun sen Allohning deganini qilishing kerak. To'g'ri, Allohning degani iygi kelishi mumkin insonga. Buni sal qarab tashlab qo'yishi mumkin. Dal mushakaga vaqt biz deymizki insonga Allohni meni yaratdi deb, ne'mat berdi deb yaxshi ko'rishing yetarlik emas. Allohning deganini qilishing kerak. Bu yerda bir nuqtani alohida eskartishimiz kerak qarindoshlar. Inson shunchavala qilmog'idek Alloh qilma degan ta'limot, buyruq, vazifalar hech qachon Allohga foydasi va ishlar emas yani. Allohning hech nimaga ehtiyoji yo'q. Bizning hech qanday ishlarga ehtiyoj. Bu hammasi amaliyotda insonning o'ziga foydali ishlar. O'ziga foydali ishlar. Yani xulosalasa banda Allohning o'zini yaratganligini tunishi, o'ziga ne'matlarni berayotganligini tunishi va shu asosda Allohni yaxshi ko'rishi yetarli emas. Allohning buyrug'ini qilish orqali Alloh qo'ygan sevgisini ifodalash kerak. Chunki oyat da'votidir. Oyat da'votidir. Yaxshi ko'rsang, agash da'votidir. Bu yo'lga agash deganni qil da'votidir. Hatto insonlar o'tirishga ahvolini ko'raylik. Mutanabbiyning bir she'risi bor. Antal habib walakinni a'udhu bihi min an akuna habiban ghayra mahbubi. Sen mening do'stim, sen meni yaxshi ko'rsan, men seni yaxshi ko'raman. Ammo suyulmaydigan do'stlik qilishdan Alloh qismini panoh tilayman deydi bu she'rining o'zida. Ya'ni suyulmaydigan do'st degan nima desa, do'st deydi, yaxshi ko'radi, lekin do'stligini izhor. Insonlar o'tirishda bir izhor qiladigan bir ifoda bo'ldi. Men birisini yaxshi ko'raman, bir do'stim. Shu do'stlikning uningga bo'lgan yaxshi ko'rishimning bir ifodasi, amaliyot ifodalanish kerak. Uning ba'zi menga kelgan ig'irchiliklarni ko'tarishim kerak masalan. Shuni yaxshi ko'rganligim sababdan ba'zi ishlarni, badallarni men to'lashim kerak. Insonlar o'tirishki bu. Hamda Alloh bilan inson o'tirishdimi? Meni yaratdi deb bilan. Menga ne'matini berdi deb yaxshi ko'rish yetarli emas. Cho'qim yaxshi ko'rgan ekansa, deganni qilishim kerak. Chunki yana desak, yana shu takrorlayapmiz. Allohning qilma degan ishlarida Allohga boradigan hech foyda yo'q, balki bandaga qaytadigan bir foydalar bor. Ya'ni bandani yaratdi dunyoda. Bandaga o'z ehtiyojlar, rizqlarni ne'mat qilib beryapti ya. Mushularning to'g'ri shaklda, ritmli shaklda, insonlik shaklda davom qilish uchun bu foydalar aslida. Yani qalbda o'rinlashgan bir muhabbatning amaliy ifodasi insonning ish harakati o'rtaga chiqmasa, u qalbdagi u muhabbat yoki u sevgi, Alloh qo'ygan sevgi ras sevgi bo'lib qoladi. Ras sevgi bo'lib qoladi. Endi bu yerdagi shariatdagi oyatda yaxshi ko'rish, sevgi degan ifodalarni ishlatdik. Biz tardarda tushunib olgan bir sevgi, bir yaxshi ko'rish va bundan biroz farqlanadi. Allah subhanahu wa ta'ala biz Surah Al-Imronning 5-lam o'qib o'tdik. Qaimun bil qist. Har ishga nisbatan adolat bilan muomala qilib. Adolat bilan muomala qiladi degani insonning toqatining ustida insonning yoki insonga qilish mashaqqat kelib bunda insonni favqulodda charchitib qo'ydigan bu ishlarga asla taklif qilgan emas. Va Alloh qo'ygan bu yerdagi muhabbat hissiyot muhabbat emas, balki aqliy muhabbat. Hissiyot muhabbat bilan aqliy muhabbatning o'rtasida farq bor, buni hamma bilamiz. Hissiyot muhabbatning hech qonuniy bo'lmaydi, qonun bo'lmaydi. Qoida bo'lmaydi yani. Birovni hissiyot nuqtasidan yaxshi ko'rish, uni men yaxshi ko'ray, yaxshi ko'rmay deb kontrol qiladigan ish emas. Ya'ni u sening irodangning siridagi bir ish. U boshqa.
Belki Allah qo'ygan aqliy muhabbat berib hissiyat muhabbatiga aylanishi mumkin. Asta-asta taraqqiy qilsa. Ammo dastlab boshlanish nuqtasida aqliy muhabbat bilan boshlanadi. Masalan, hissiyat muhabbatga misol olsak, bir dadining o'zining o'g'lini yaxshi ko'rish. U o'g'li har qancha meyib bo'lib ketsin yoki aqli tuvan döl bola bo'lib ketsin, o'zining o'g'lini yaxshi ko'radi. Bu xil yaxshi ko'rish hissiyat yaxshi ko'rishi. Ammo qo'shnisining bolasi va nihoyat izrak yaxshi o'qigan maktabda masalan, a'lochi. Buni yaxshi ko'radi ma'bodo izrak aqlliqda. Ammo bu aqli yaxshi ko'rish. Endi insonda avval hissiyat yaxshi ko'rish yuqori o'rinda turamdi, aqli albatta hissiyat yaxshi ko'rish yuqori o'rinda turadi. Masalan, senda go'zal bir narsa va bir sovg'at va qimmatli bir narsa bor. Shu inson o'zining bolasiga beradi yoki qo'shnisining bolasiga beradi. Desa, tabiiyki o'zining bolasiga beradi. Garchi qo'shnisining bolasi shuncha a'lochi, shuncha yaxshi, shuncha zirak bo'lsa, o'zining bolasi darslarni bilmaydigan masalan, a'lochi emas, dot aqli tuvan bo'lib qolsa, o'zining bu farqi bor. Oyatki yaxshi ko'rish hukmi aqli yaxshi ko'rish maqsad qilingan bir yaxshi ko'rish. Ya'ni aqli yaxshi ko'rish deganimiz bu yerda inson shuni o'ylanadi. Men kim? Meni kim yaratdi? Mening bugungi hayotim qanday davom qilyapti? Kelgusidagi hayotim qanday bo'ladi? Bu dinga e'tiqod qilmasam agar. Dunyo qanday bo'ladi? Agar Alloh bizni bu dindan marhamatli qilmagan bo'lsa, masalan, bu payg'ambarni bizga avatmagan bo'lsa, kelgusi bu dunyodan ketgandan keyin nima bo'ladi inson? Ashta dunyoga kaplam ketadigan bir maxluqmi inson? Agar bu dunyoga yo'qdan kelganimizdek u dunyoda tiriladigan shop qolsa, inson mu'min bo'lmagan holatsidagi tafakkur endi bu. Bo'lib qolsa qanday qilamiz? Demak, bizni Alloh yaratibdi deydigan bir tunishga kelsa, bu dunyodagi hayotimizning davomlashish kafolat Allohning ilkida ekanda bir tunishga kelsa va u dunyoga ketgandan keyingi bir hayot haqida bir tushunchaga bunga imoat qilgan vaqtida bu odamda Allohga nisbatan aqliy muhabbat paydo bo'ladi. Aql orqali paydo bo'lgan muhabbat. Balkim bu muhabbat yuksalib hissiyat muhabbatiga aylanib bir xil o'zining butun vujudi bilan Allohni yaxshi ko'rgan bir holat kelishi mumkin. Ammo taklifat doirasi aqliy muhabbat asosida bo'ladi. Mishaydan boshlanadi. Umar radhiyallohu anhudan kelgan bir rivoyat va balkim bizga masalani taxmin yuritib oydinlashtirib berishi mumkin-di. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Imom Buxoriy, Imom Muslim, Nasa'iy rivoyat qilgan bir hadisda shuni degan vaqtida la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi va walidihi wan nas ajma'in. Sizlarning biringlarga men balasidan, otasidan, butun kishilardan suyimlikroq bo'lmasa, u mu'min bo'lmaydi. Men ashta holat kelmasam, sizlarning biringlar mu'min bo'lmaydi deganlar bir mazmundagi hadis. Shu vaqtda mush nuqtada Umar radhiyallohu anhu turib dediki, sizni o'zimdanmi yaxshi ko'ra olishim mumkinmi ya Rasululloh? Rasululloh ta'atni o'tamay, ko'ngliga kelganning hamma da'vatida bir mardonalik qildi bu. Sit rostchilik. To'g'ri, sizni men mol mulkimdan yaxshi ko'raman, bakroq yaxshi ko'raman. Balamdan bakroq yaxshi. O'zimga kelsam, o'zimdan bakroq yaxshi ko'ray desam, adamning ko'nglida bunday bir ish bor. İnsonchilik endi bu. Mao Umar radhiyallohu anhu shu vaqtdagi shu maydondagi eng rostchil bir ifoda endi. Shuna degandek Rasululloh shu hadisni takrorladi, ikkinchi qatim. Uchinchi qatim takrorladi. Umar radhiyallohu anhu bu yerda shuni tunib yetdiki, Rasulullohni yaxshi ko'rish degani Umar radhiyallohu anhu da'vatgan atifiy hissiyat yaxshi ko'rish olmasdan belki qilinayotgan masala, ta'kidlanayotgan masalaninki balki taklifat nuqtasidagi qilma nuqtasidagi yaxshi ko'rish ekanligini Umar radhiyallohu anhu tilib yetdi. Tamam, qalbingda o'zingni yaxshi ko'rasan, ammo o'zingning manfaati bilan o'zingning ko'ngli qil deyotgan, qilma deyotgan bir ahvollar Rasululloh qilma deyotgan ahvol taqshib qolsa, sen mabobda Rasulullohning ustidan o'rinli qo'yish kerak. Mana bu oyatda ta'kidlanayotgan, hadisda ta'kidlanayotgan yaxshi ko'rish bu. Mushada Umar radhiyallohu anhu dediki, ya Rasululloh, endi
dedi. Resulullah'ın cevabı ha emdi şu emdi düşenler şu. Kemule imanuke el-an. Hazır imanın mükemmelleşti. Yani ma şekilde düşendi. Resulullah ma şekilde düşendi Ömer radıyallahu anh. Belki yaxşı görüş ifadesi hissiyatı. Doğru. Hissiyat en yukarı pellesi. Müşahede başlanıp şu yerge barada terakki kılıdı. En yukarı şekilde. Ama başlanılan noktası kayse hissiyatı muhabbetinin başlanış noktası olan akli muhabbet. Yani Resulullah'a bizning peygamberimiz, bizni jaholatdan qutqizishga sabab bo'lgan kishi. Allah insonning o'tirishini tanlab avatgan va o'zining taklifotlarini shu nuqtalar orqali bizga yetkazgan kishi degan nuqtada turib, qil, qilma degan taklifotlarni qilganimizning o'zi oyatdagi va hadisdagi payg'ambar alayhisolamni yaxshi ko'rish, Allohni yaxshi ko'rish, payg'ambarning ergashish ifodatlarini qanday qilish kerak, o'ziga olish kerak. Yani bir misal alsak, yani devamlı ta'kidlayotgan masalani oydinlashtirish uchun elyapmiz. Allah subhanahu va taolo har qanday o'qitishdan, har qanday misoldan munazzah billahi masalul a'la. Bir inson bir dora yoki operatsiyaga mangdi, o'zi xalab mangdi, o'zi xalab yeydi, o'zi xalab ichdi o dorini. İnsan o'zidan buni yaxshi ko'rmaymi deb so'ramdi. İnsan o'zining hissiyoti o'qiyasi yaxshi ko'rmaydi tabii. Ama aql bilan mush dorini ichmasam, mush dorini yemasam, mush operatsiyani qilmasam saqaymayman deb turib qiladi. Mana buni biz aqli muhabbatning bir oydinlashtirilmiş şekilde o'tiruq misal şekilde ekelsak bo'lishi mumkin. Ya'ni meni manda foydali yoki manda foydali ishlarni buyuribdi, manda manfaat yetkazibdi. Gerçi hamda konamda egri kasimi qilgan bo'lmasmi? Undoqankin bu ish manga nisbatan foydali ekan, bu buyruq menga foydali ekan. Men qalay degan bo'lsa, bu al-hubbul aqli. Ya'ni aqli nuqtadan yaxshi ko'rish hisoblanadi. Ana bu taraqqiy qilganimdek hissiyot muhabbatiga berib, hamda oyatning o'ziga kelsa qarindoshlar, bu nuqtani tushunib bo'lgandan keyin oyat deydiki, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, ya'ni bu yaxshi ko'rishinglar haqiqiy tushunib yaxshi ko'rsang, da'vo eg'izdagi yaxshilik emas, tushunib yaxshi ko'rgan bo'lsang, Allohning qudratini tushuninglar, sizning xoliqning ekanligini tushuninglar, roziqning ekanligini tushuninglar, zodi Alloh bizning ilohimizga, Robbimizga degan nuqtaga kelgan bo'lsanglar, aqlingni ishlatib, aqli nuqtadan Allohni bilgan bo'lsang, tushungan bo'lsanglar, fattabi'uni. Mana qana qilinglar, aytish. Shunda yuhibbukumulloh. İnsan adette normal bir insan yaxshi ko'rsa, uning barliq qiliqlari, hamma ishlari uning nisbatan suyumli bo'ladi. Uning mahallasidan tortib ko'ziga chiroyli ko'rinadi. Mangan izlarigacha chiroyli ko'rinadi. Qilgan har qiliqi ishlarini to'g'ri keladi. Odatda shoirlar deydi-ku, mahbubning butun ishlari suyumli degan bir shaklda. Demak, Rasulullohni yaxshi ko'rdi. Allah'ın yaxshi ko'rdik degan gap, Allohning qilma buyruqlarini o'rindaymiz degan gap. Rasulullohni yaxshi ko'rdik degan gap, Rasululloh qilgan har bir ishni o'qishtirib qilamiz degan gap. Bu nuqtani qanday tushunishimiz kerak. Oyatda manda bir ifoda qo'llanildi. Fattabi'uni. Ya anlanglar qabul qiling demasdan, ergishinglar. Ergishish degan nima desa, qilganni qilish deganlik. Menga ergash degan gap, men o'ttasam o'tda, qopsam qop degan gap ma oyatda. Ama eg'zingdagi da'vo bo'ladi. Men Allohni yaxshi ko'raman. Voy Rasulullohga ergishma deb qo'yib, qilganni qilmasang, majatda inson Alloh qo'ygan sevgisida Rasululloh bo'lgan bo'ladi. Rasulullohga bo'lgan ergishishda sevgisida Rasululloh bo'lgan bo'ladi. Allohning qilma buyrug'ini ne'mat sifatida qabul qilmagan bo'ladi. Mana nuqtada inson o'ziga bir baho qo'yvasi bo'ladi, Yani Allah subhanahu wa ta'ala bu ayet orqali bizga shuni eskartmoqchi qarindoshlar. Siz Allohni Robbim deb yaxshi ko'rdinglar. Tunidinglar, yaratganligini bildinglar, ne'mat yaratganligini tunigan bo'lsanglar, va undan keyin qilma degan nuqtada bu egri kelib sizlarga nisbatan ikkilinib qolgan bo'lsanglar, endi o'yinib boqinglar. Bu qilma degan taklifot buyruqlar kimning manfaati? Sizlarningmi yoki Allohning manfaati? Aqidaning asosi shuki, Alloh hech kimga muhtoj emas. Allohus samad. Allohning hech ehtiyoji yo'q. Bizning har qanday ishni qilishimizga hech ehtiyoji yo'q. Demak, mush shaklda oyatning talab bo'yicha biz
Allohning yaratqich ekanligini tunudik, bu bizga berilgan ne'mat, bizni yaratganligimiz bir ne'mat va bizga rizq berayotganligimiz bir ne'mat bo'lgan bo'lsa, endi qil, qilma degan ma shakldagi buyruqlarni ne'mat sifatida alhamdulillah bizga yo'l ko'rsatibdi. Bo'lmasa qanday ma'atdiq bu yo'lda, hayotda qanday yashaydik, bizning jamiyatimiz hayvonlar jamiyatiga aylanib ketgan bo'ladi deydigan bir ne'mat qatoriga sanishimiz kerak. Shu holatga qanaqa qilishimiz kerak, kirishimiz. Eson oldi bo'lsin bir gapni deyin. Allohni yaxshi ko'rishinglar, dinmi Allohning sizni yaxshi ko'rishmak muhim. Sizning Allohni yaxshi ko'rishinglar hech qilmasligi mumkin. Ammo siz Allohni yaxshi ko'rganlikning mistoqiy shaklda dalil paket sifatida Rasululloh aytib deganni qilsanglar, ta'limotlarni uyg'unlasanglar, Allah sizni yaxshi ko'radi, ammo Allah sizni yaxshi ko'rgan vaqtda hayotingiz o'zgaradi. Qayta takrorlay gapimni. Sizning Allohni yaxshi ko'rishinglar hech ne o'zgartmasligi mumkin. Ammo Allohning sizni yaxshi ko'rishi hayotingizni bir butun o'zgartiradi. Endi sizning Allohni yaxshi ko'rishingiz bilan Allohning sizni yaxshi ko'rishining o'rtasida qanday munosabat bor desa, sizlar avval Allohni yaxshi ko'rishlar va buni isbotlaysizlar Rasulullohga ergashish orqali. Buni isbotlab bo'lgandan keyin Alloh sizni yaxshi ko'radi. Sizning Allohni yaxshi ko'rishingiz bir sabab bo'lsa, Allohning sizni yaxshi ko'rishi natija, ammo mushu sababning rostchilligi o'rtaga chiqish kerak, isbotlanish kerak. Buning isbotlanishining bir sababi fattabi'uni. Rasululloh aytish. Rasululloh agarsak Alloh yaxshi ko'radi. Chunki Rasululloh Allah bizga yetkizmoqchi demoqchi bo'lgandan hammani yushurmasdan bizga yetkizdi. Rasululloh Allohning nazari qishidan keldi. Bu nuqtadan Rasulullohning og'zidan chiqqan har so'z Allohning so'zi. Ama yantiqanul hava in huwa illa vahyu yuha. Shuna manda bir gapning asosi hech asos bo'lmaydi. Men Alloh qishinaman, Allohni yaxshi ko'raman, ammo Rasululloh deb qolib qo'yman desa, bu hech asos olmaydi bu gapni. Bu gap butunlay xato bo'ladi. Oyat dal mush nuqtalarga raddiya beryapti. Undan keyin oyatning oxiriga kelaylik. Yaghfir lakum va yaghfir lakum zunubakum. Sizlarning gunohinglarni Alloh subhanahu va taolo mag'firat kechiradi desa, yani bu dinning asosiy prinsiplaridan bir prinsipni bizga ifotlab beryapti. U o'smi nima desa, o'tmishni kechirib qilish. Inson kallasida Allohga bo'lgan muhabbat bo'lmasligi mumkin. Rasulullohga bo'lgan agishish bo'lmasligi mumkin o'zining hayotining ilgirki vaqtlarida. Endi inson bu mas'uliyatni tunidi darhol. Allohga bo'lgan muhabbatini boshladi. Allohning ne'matlarini eslash orqali, tunish orqali. Rasulullohga bo'lgan agishish yo'liga kirdi. Taklifat, buyruq, ta'limotlarni darhol o'rindashga boshladi. Bu dindagi kechirim prinsipiga ilgir qilgandan hammasi tamoman qanaqa qildi, kechiriladi. Islom o'zidan ilgirgining hammani o'chirib tashlaydi. Bir odam hayotida 80 yil yashadi, 70 yil kufrda yashadi, uning oxirisida dinni tunidi, kirdi, ilgir 70 yillik o'tkazgandan hammasi. Bu dindagi bir ajoyib cho'ng prinsip qoidasi. Mushishmi shu? Mushu minutning oldida Allohga bo'lgan sevging aniq emas. Rasulullohga bo'lgan agishingmi aniq emas. Ammo mushu minutda tunuding Allohning sevgisini, Allohning ne'matlarini, Allohning bergan rizqlarini tafakkur qilib, Allohga bo'lgan qalbingda sevgi paydo bo'ldi. Buning turtkisi Rasulullohga agishib, endi deganning hammani qilaman degan bir o'yga kelding va qilding. Şu amasının bütün günahlarının hemmisi qana qıldı, keçirildi. Dindeki acayip çoğ bir prinsip. Yani bunundan biz şunu bile olamayız ki qarindoshlar, Allah'ın adaleti şu ki, bende imani teklifini qabul qiladigan, onun ötküzgen ilgirki cinayetlerinin hemmini Allah keçirdi. Allah onu cezalamaydı. Rasululloh mu'minlarga nima qilish kerakligini yetkazdi, bizga yetkazdi yani. Biz aqlimizdan Rasululloh o'tirib qo'yotgan narsaga diqqat qilishimiz kerak. Chunki mush ishlarning hammasi bizga yetib kelgan va biz tushungandan keyin bizning ustimizga hujjat turadi. Undan ilgari Alloh uni kechiradi
o'tmishlik gunohlarning hammani qanday qiladi kechiradi. To'ng'ashqa oyatning oxirisi vallohu g'afurur rahim. Alloh mag'firat qilg'uchi va mehr shafqatlik zotdir degan mazmun bilan oxirlashdi. Bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Kelar soatlik darsda kurashguncha hammanglarni Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.